Agar shu taksichi bola asl holatni videoga olmaganda kamida 10 yilgacha muddatga qamalishi mumkin edi. Do'stlar, internetda taksichi bola hamda opa va uning ukalari o'rtasida yuzaga kelgan munosabat butun internetda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ushbu holat bo'yicha o'zimning shaxsiy fikrlarimni bildirmoqchiman. Agar o'sha taksichi bola asl holatni videoga olmaganda, unga nisbatan opaning hamda uning ukalarining iddaosi bo'yicha Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish bo'yicha ish qo'zg'atilib, kamida 10 yilgacha muddatga qamalishi mumkin edi. Biroq asl holat 360 gradusga o'zgarib ketib, zo'ravonchi ukalarga nisbatan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, ya'ni bezorilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov organi tomonidan ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Shuningdek, opaga nisbatan Jinoyat kodeksining 139-moddasi, ya'ni tuhmat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, u ham sudlanishiga sabab bo'ldi. Qissadan hissa shuki, eng kuchli dalil bu videoga olingan dalil deb hisoblanadi. Kimdir sizga haqorat qildimi, kimdir tuhmat qildimi, zo'ravonlik qildimi, kimgadir qarz berdingizmi, uy sotdingizmi, har qanday nizoli holatda albatta videoga olishini ta'minlang, chunki video huquqlaringizni ishonchli tarzda himoya qilinishini kafolatlaydi. Shunga o'xshash foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun hoziroq sahifamga obuna bo'ling.